viloyatlardan va boshqa davlatlardan sizlardan olib sotgani ham chiqsa bo'ladimi axir? Shunday, bemalol. Ustki qismidagi bu fanera, to'g'rimi bu? Bu fanera. Misol qanchaga yetadi misol mana shu? Metallari baribir o'zimizdan emas, o'sha Koreyadan olib kelinyapti. Hamma narsasi deyarli Koreyadan kelgan, hozir tepasidagi displey rossiyskiy. Aka, koreyskiy apolovkani o'zining razmerlari bor. Bu yerda ham xuddi o'sha razmerlarda, to'g'rimi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Samarqanddamiz. O'zingizlarga yaxshi tanish bo'lgan koreyskiy apolovkalar endi o'zimizda Samarqandda ishlab chiqarilyapti. Endi u yoqdan qimmatroqqa emas, o'zimizdan arzonroqqa xarid qilsanglar bo'ladi. Sifatiga keladigan bo'lsak, sifati koreyskiydan ko'ra yuqori bo'lishi mumkin, lekin kam emas. Xudo xolasa, o'sha koreyskiy apolovkalar bilan birga bir qilib chiqarishyapti. Pul o'zimizda qoladi, narxi ham arzonroq chiqadi. Videomizni oxirigacha tomosha qilsanglar, sizlarga narxlari bilan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmatsizmi? Salomatmisiz? Aka, koreyskiy apolovkani o'zining razmerlari bor. Bu yerda ham xuddi o'sha razmerlarda, to'g'rimi? Razmerlari bir xil. Shu 20 ga 120, 30 ga 120, 50 ga 120, 40 ga va 60 ga 120 lar bor. Undan tashqari 60 lik, 50 lik, 40 lik, 150 ligi ham bor. Uzunasi? Shunday. Hozir birinchi video qilishimiz oldin tanishib chiqdik. Bu metallari baribir o'zimizdan emas, o'sha Koreyadan olib kelinyapti. Hamma narsasi deyarli Koreyadan kelgan, hozir tepasidagi displey rossiyskiy. Qolgan hamma narsasi Koreyadan kelgan. Koreyadan olib kelib yig'ilyapti bu yerda. Shunday, Maqsad yana ham narxini arzonroqqa tushirishi va sifatli bunaqa metallarni o'zimizdan topish qiyinroq bo'lgani uchun baribir koreyskiy metallardan olib kelinyapti va shu bilan bir qatorda liniyalarni ham, uskunalarni ham, qimmatli uskunalarni ham olib kelishi o'zimizda chiqarishyapti. Uni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Buni nafaqat yo'q, topib olmaydi, umuman yasalmaydi ham buni. Faqat Koreya o'zi yasaydi buni. Buni qilib bu darajada sifatli qilib yasash qiyin. Zo'r. Endi aka, savolim oddiy apolovkaga qaraganda, aynan bu koreyskiy apolovkalarda nima qulayligi bor? Xo'p, qulayligi hozir agar arendaga olib bermoqchi bo'lgan odam uchun qulayligi uzoq xizmat qiladi. Ancha yog'ochdan ko'ra usta uchun qulayligi juda qulay, tez yig'iladi bu. Uy egasi uchun qulayligi, ya'ni zdaniya egasi uchun tekis chiqadi. Juda tekis, Shunday. Yengil. Misol, bunaqa holatda metalldan yasaydigan bo'lsa, og'ir bo'lib ketadi. Shunaqa, yengil tomonligi ham ustalarga juda qulay. Ustalar bir marta ishlatgandan keyin boshqa apolovka ishlatgisi kelmay qoladi-da. Bilet 12 kilo 600 lar chiqadi. Hozir bu necha razmeri? 60 ga 120. Hozir bu ustki qismidagi bu fanera, to'g'rimi bu? Bu fanera. Misol qanchaga yetadi misol mana shu? O'rtacha bir 2-3 yillar ishlaydi. Undan keyin yana qaytarib buni ochib turib, svilit qilib, to'ntarib bu tomon ishlatsa ham bo'ladi. Orqa tomoni ham bir xil, demak. Demak, narigi tomon o'lgandan keyin aylantirib ishlatsa bo'ladi. O'zi aslida buni kuchi bilan urib sindirmasa, spetsional o'zidan o'zi sindirmaydigan, sinib ketaveradigan narsa emas-da. Qattiq-a, mustahkam. Shunday. Bu ham spetsional Rossiyadan olib kelinar ekan. Gap yo'q. Endi liniyasini rosa maqtadiku, liniyasini ham bitta ko'ramiz. Endi Umar aka sizga hozir 5-10 komplekt buyurtma bersak, qancha vaqtda tayyorlab yetkazib berasizlar? Xudo xolasa 3 kunda. Srochniy aytganlarga yurgimay qolyapmiz. 3 kun oldin hisobidan olsa yetkazib beramiz. Mayli. Hozir bulardan tashqari yana monolitli stoyka xohlaydiganlar uchun har xil razmerda monolitli stoykalar ham qilib beramiz. Ishlab chiqarilyapti ular. Ular ham ishlab chiqariladi. Bu bo'yicha ham aloqa qilishlar mumkin. Mana o'sha uskunasi ekan. Qaranglar. Bu necha razmerlik aka? 60 ga 120 lik bu. Qaranglar mana millimetrgacha keladi. Hozir urmasa kirmaydi bu. Tamam. Bu ham Koreyadan keltirilgan stanok. Juda qimmat ekan-a? Har bittasiga alohida motor ekan. Keshiga e'tibor beringlar. Lazer bor ekan, o'zi taniydi ekan. Millimetrgacha to'g'ri razmerda kesadi. Endi nima bo'ladi? Bu yerdan shu zaklovka ko'pchilik bo'latmasin deganlarga bo'latmas, haqiqiy Koreyada qanaqa zaklovka bo'lsa, shunaqa zaklovka qilinadi deydi. Bo'ldi. Kirgizib qo'ysa bo'ldimi? U tomondan qoqadi buni o'zi. Bu endi yopishtirib berar ekanda bir-biriga. Preslar. Qani? U tomondan. Tayyor. Bo'ldimi? Shunday, Tayyor. Qo'y. Chiqib ketmaydi umuman bu. Yo'q. Svilit qilib teshmaguncha chiqmaydi. Bu ham o'zi ham Koreyadan kelgan. O'sha miqbosh edi, lekin juda yengil, ish to'la. Spesial shu zakaz. Shunday, Demak, sizlar ishlab chiqarayotgan apolovkalar xuddi shu rangda bo'ladi.
Rangi ham o'zi bir xil. Koreyskiy rangi bilan rangi ham bir, hamma narsasi bir xil. Birga bir ishlangan. Faqat o'zimizda ishlab chiqarilgan. Xizmati ham bir xil, ha. Akam aytmoqchi, faqat O'zbekiston ustalari yasagan xolos. И hozir endi bu liniya bo'ldi-yu, olib kelish emas, zellik emas, liniya bo'ldi. Endi viloyatlardan va boshqa davlatlardan sizlardan olib sotgani ham chiqsa bo'ladimi axir? Shunday, ha, bemalol. Zellikni olib chiqsa bo'ladi. Narxlar bular o'zi ham birinchi qo'l, undan tashqari displini ham birinchi qo'li bo'lamiz, xudo xolasa. Bemalol. Bu ham narxlari haligi har doimgidan ko'ra arzon, o'zi o'tgan yilgidan ko'ra bu yil ancha arzonga to'g'ri kelyapti hozir. O'tgan yil masalan 18 metrligini o'zi 1300-1400 atrofiga aylanyapti. Hozir bu 1200 ga to'g'ri kelyapti. 18 metr bir komplekti. Shunday, ha. Nimalari bor 18 metr ichida? 18 metr ichida 30 ta apalovkasi bor, 18 metr yetadigan. Ikkita tashqi burchagi, ikkita ichki burchagi bor. Undan tashqari to'liq bir-biriga keladigan fillari bor. O'rtaga razmerlar, aytgan razmerdan qilib beramiz. Demak, mana shunaqa apalovka biznesini boshlamoqchi bo'lgan odam o'rtacha necha komplekt olsa maqsadga muvofiq bo'ladi? Faqat minimalniy 2-3 komplekt bilan boshlasa bo'ladimi? Shunday, ha. 18 metrlikni ikkitasini olib boshlasa bo'ladi o'zi aslida, lekin hozir asosan ko'pchilik faqat bu bilan ishlayman deganlar 20 metrlik qilib olyapti, ikki komplektdan, undan tashqari kolonnalariga ham sotib olyapti. Ha, bu kolonnaga ham bo'ladi. Ha, kolonnaga faqat boshqa razmerda. Kolonnaga 50 ligi bor, 40 ligi bor. Ha, bitta ko'rsataylik tashqaridan. Xo'p, aka, demak bu apalovkalarni olib beton quyishga oid bo'lgan hamma xizmatlarni qilsa bo'ladi. Shunday, ha, seysma kolonnami, fundamentmi, hammasini ishlatsa bo'laveradi. Zo'r. Qulaylik tomoni kelgan, buni dom qurilishga ham olyapti deyapti-yu. Dom qurilishga olsa, katta bosimlarda bu otvarib, ya'ni bu kirgizilgan joylardan chiqib ketish ehtimoli bormi, yo'qmi? Yo'q, yo'q. O'zi asosan nima uchun bu 60 ga 120 undan katta emas desa, 60 dan katta go standartda bu. Go standart, xudo xolasa, unaqa otvarishlari hammasiga zo'r ishlaydi. Faqat shu ustalar zo'r qilib o'rnatsa bo'ldi. Bo'ldi. O'rnatish bo'lsa bo'ldi. Mana temirlari, metallari. Bular ichki burchaklari bular. Bular ichki burchalar. Hamma narsa shu yerda terilyapti. Bu narsa hammasi Koreyadan keltirilgan. Temir holatda olib kelingan, a? Shunday. Hozir masalan, bir konteynerga o'rtacha 2000 ta apalovka ketsa, Koreyadan keladi. Buni hozir masalan 10-15 mingta apalovka yetadigan material keladi. Zo'r. Bu narxda qulayroq qilish maqsadi, to'g'rimi? Shunday. Pul o'zimizda qoladi bir qancha. Bu yerda misol nechta odam ish bilan ta'minlanyapti. Shunday, ha. Xullas, eldan elga narx. Panelalar mana. Bitta panelasini ham ko'rsatib bering. Shunday. Qalinligi necha bo'ladi buni? Panel 1.2 bo'ladi qalinligi. Qalinligi 1.2 bo'ladi. So'raganlarga keyin koreyskiydan ko'ra yaxshi bo'ladi bu. Nima uchun desa, o'zi butun dunyoga ham o'zi Rossiya tarqatadi, chunki bu beryozadan tayyorlanadi. Shuning uchun bu Koreyanikidan sifati yaxshiroq. Narxi arzonligi birinchi qo'lligidan. Tushunarli. Hozir mana narxini aytib o'tamiz deb videoda aytib qo'ydim-ku. Narx qanaqa? Donagami yo hozir aytib o'tgan komplektingizga hisoblanaveradimi narxi? Komplektga hisoblab bering deganlarga ham yo'g'ini ichida qilib komplekt hisoblab beramiz. Masalan, 18 metr oladigan bo'lsa 1200 dollarga qilib beramiz. 20 metr oladigan bo'lsa 1350 dollar. Ya'ni ularni nima qo'shimcha olmoqchi, qo'shib hisoblab beraveramiz. Yo'q, donaga desa 60 ga 120 larni o'tgan yil eng arzon sotganimizdan 38 dollardan sotganmiz, bu yil 35 dollardan. Qo'y, gap 3 dollardan arzonladi. Mana qulaylikdan foydalanib qolish kerak. O'zimizni milliy mahsulot desak ham bo'ladi, sababi o'zimiz ishlab chiqarilyapti. Joylar qayerda bor? Misol Vohadan bo'lsa qayerda, Vodiydan bo'lsa qayerda? Samarqandda bor, Ulug'bekda, Vodiydan bo'ladigan bo'lsa Andijonda bor. Bemalol borib, tanlab olsa bo'ladi. Shunday. Gap yo'q. Akalar, ekranda telefon raqamini qoldiramiz, aloqa etishingiz mumkin. Mana yana klientlar keldi, ketyapti.